Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bu safargi videomiz ikkitalik kulchatorni qanday o'rnatish va bir dona razvedka qo'yish haqida bo'ladi. Qani bo'lsam buni yig'ishni boshlaymiz. Ko'rib turibsizlar, mana simlarni ulab qo'ydim patronlarga. Patronni mana hozir juda sodda ulash. Orqa tomonini ko'rsataman. Ikkita shtikeri bo'ladi. Ikkita shtikerga kabelni ikkitasini ulab qisib qo'yasizlar. Buni farqi yo'q, ko'kmi, sariqmi ko'kka farqi yo'q, oddiy usulda ulaysizlar. Videoda men ko'proq tashqi montaj qanday qilinishini ko'rsataman. Buni ichki montaj variantlari ham bor. Mana bu kulchatorimizni esa ichki variantidan topdim. Hozir ko'rib turganingizdek patronlarni joyiga qatirib oldim. Mana ko'rib turibsizlar, kabelini tashladim. 1,5 kabeldan foydalandim. Bunisi ham xuddi shunaqa kabeldan foydalandim. Kulchatorga ham 3 ta kabel tashlab oldim. Do'yna kulchatorga, ikkitalik kulchatorga 3 ta kabel tashlash kerak. Ana bu razvedkani, ikkitalik razvedkani ham qatirib oldim. Razvedkani ham qo'yishni birovlar ko'pchilik biladi, lekin buni bilmaganlar uchun juda foydali. Bu glavni tok, asosiy tokimiz mana shu hisoblanadi. Bular esa bittasi bu svetimizdan chiqqan, ikkinchisi bu svetimizdan chiqqan. Mana ko'rib turibsizlar, juda chalkash bo'lgani yo'q. Ko'rib turibsizlar, juda sodda. Bu glavni asosiy tok, bunisi esa 3 talik kabelimiz. Bu nimadan kelgan? Kulchatordan chiqqan kabel. Buni 3 talik kabellari ham bor. Sizlar o'shandan foydalansangiz ham bo'ladi. Menda yo'qligini hisobiga o'zim qo'lda yasadim. Ya'ni qanaqa yasadim? 2 talik kabelga bitta alohida kabel uladim. Bu razvedkaniki. Asosiy qiladigan ishimiz glavnimizni ajratib olib, glavni simimizni, asosiy simimizni, kabellarni ochamiz. Buni juda katta ochib yorishga ham keragi yo'q. Qonun qoidasi bo'yicha juda kitobida keltirilgandek aytmasam ham 3 santidan 5 santi 6 santigacha ochilishi mumkin. Hozir bizniki mana 3 santidan ham oshib ketdi. Asli qonuni bo'yicha korobkaga kabel keladi. Korobkaga kabel kelgandan keyin keyingi safar yana bir marta ulashlikka yetadigan darajada kabel tashlashingiz kerak. Bu yerga kabelim ehtiyot chorasi deb 20-30 sant, 40 santigacha bu yerga o'rab tashlab qo'yishingiz kerak, umuman yo'q. Ham qizish ehtimoli ham juda katta. Ko'rib turibsizlar. Ana endi biz razvedkani kabelini ochib olamiz. Razvedkani kabelini ochyapmiz. Buni juda katta ochishimiz kerak yo'q. Ko'rib turibsizlar. Ochib oldik. Endi lampochkalarimizga ketgan kabellar uchun ochamiz. Kabelimiz ko'p tolali kabellar. Ikkinchi lampochkamizni kabelini ochamiz. Buni alohida ochadigan uskunalari bor. Plaskadan boshqa. Bu sizga plaskadan ko'ra qulayroq ishlatasiz.
Endi men ko'proq poloskada ishlab o'rganganman. Ana endi kulchatirimizga ketgan kabelni ochib olamiz. Ozgina uzun ekan, tashlaymiz. Buni ham ochamiz. Kabellarimizni ochib oldik. Glavni kabelimizda hali tok yo'q, to'qlaganimiz yo'q. Simlarni ajratib olamiz. U yog'ini shitda ulaganimiz yo'q. Bunda biz sarig'ini faza qilib oldik, yashilini esa 0 qilamiz. Ko'rib turibsizlar, bu asosiy kelgan kabel. Buni sarig'ini faza qildik. Rozetka gruppalarini to'g'ridan to'g'ri ulayveramiz. Ko'rib turibsizlar. Rozetkani to'g'ridan to'g'ri uladik. Ya'ni fazasini fazaga, mana bu yashili ko'kini yashilini yashiliga qilib to'g'ridan to'g'ri ulashingiz mumkin. Mana ikkalasini ulab oldik. Mana endi lampochkalarimizni kabelini topamiz. Bizda lampochkalarning kabeli ikkita. Mana birinchisi, mana bu ikkinchisi. Mana endi bunisi esa kulchator. Mana bu ikkita kabelimiz bor. Bu lampochkadan kelgan kulchator simimiz. Mana ko'rib turibsizlar. Endi buni xalaqit bermay tursin. Mana ko'rib turibsizlar. Glavni tokimizni sarig'ini faza qilib, yashilini 0 qildik. Ana endi biz lampochkamizning bittasini yashil sarig'ini biz 0ni simimizni mana misol uchun yashil simida kelgan asosiy tokimizni 0ga prямо yo'laymiz. Ya'ni asosiy kelgan tokimizni 0, lampochkani 0ga to'g'ridan to'g'ri ulanadi. Bittasini uladik. Endi ikkinchisini 0ni ulaymiz. Mana lampochkamizga kelgan kabel, uni 0ni ham to'g'ridan to'g'ri ulaymiz. Ya'ni asosiy kelgan kabelning 0, ikkala lampochkani 0 simiga to'g'ridan to'g'ri ketyapti. Ko'rib turibsizlar, 0larni ulab oldik. Lampochkalarimizda fazalari qoldi. Mana ko'rib turibsiz. Bularni ulamay turamiz. Uladik. Ana endi kulchatirimizdan kelgan kabellarni ulaymiz. Kulchatirimizdan 3 ta kabel kelgan. Bu 3 ta kabelni bittasini, bu bitta tolasi, bitta kabelni fazaga prямо ulaymiz. To'g'ridan to'g'ri ulaymiz. Mana bunday qilib to'g'ri uladik. Ana endi yashil, ya'ni 0lar ulangan. Kelgan glavni tokimizni fazasiga razvetkani fazasini uladik. To'g'ridan to'g'ri. Kulchatordan chiqqan 3 ta kabeldan bittasini to'g'ridan to'g'ri fazaga uladik. Ana endi kulchatordan kelgan qolgan 2 ta kabelni xohlasangiz uni o'zingiz montajingizda to'g'rilab olasiz. Misol uchun men xohlaganim yo'layman. Misol uchun bu lampochkani simini, ya'ni
Bu kabelimga ulayman, sarig'iga ulayman. Ko'rib turibsizlar. Ikkinchi gulchatirimdan chiqqan simni mana bu lampochkani chiqqan simiga ulayman. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda kelyapti glavniy kabelimiz mana bu yoqdan kirib. Ikkita, ya'ni 220 kelyapti. 220 ni biz sarig'ini faza qildik, yashilini ko'k qildik, 0 qildik. Ana endi nol qilganimizdan keyin razvedkadan chiqqan kabelni to'g'ridan to'g'ri fazani fazaga 0 dan 0 ga uladik. Mana ko'rib turibsiz. Lampochkalarimizdan chiqqan kabellarni bunisidan chiqqan kabellarni bittadan yashilini, bunisidan ham yashil oldik, bunisini ham yashilini glavniy kelgan, asosiy kelgan 0 ga, yashilga to'g'ridan to'g'ri uladik. Ya'ni lampochkalarga 0 to'g'ridan to'g'ri o'tadi. Lampochkalarning qolgan ikkita faza kabelini kulchatordan kelgan qolgan ikkita kabelga uladik. Lampochkaga doim 0 прямой ulanadi. Bunisiga ham farqi yo'q. Hamma lampochkalaringizga 0 прямой to'g'ridan to'g'ri keladi, lekin bu yerga faza to'g'ridan to'g'ri kelmaydi. Faza nimaga kelmaydi? Agar ko'pchilik ustalarimiz fazani 0 o'rniga lampochkaga fazani yuborib, kulchatorga 0 deb yuborishar ekan. Agar fazani to'g'ridan to'g'ri ulab qo'ysangiz, ko'pincha xira svetlarimiz tokni uzib qo'ygan taqdiringizda ham ozgina yonib turadi, o'ynab turadi. Bu kuyishgacha olib borishi mumkin. Shuning uchun biz lampochkalarimizga, patronimizga, lampochkamizga to'g'ridan to'g'ri 0 ni o'tkazdik. Fazani esa mana ko'rib turibsiz, kulchator orqali endi mana o'tkazamiz. Kulchator orqali o'tkazamiz. Ikkitali kulchator mana ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda bitta kirish nuqtasi bo'ladi. Bu asosiy kirish nuqtasi. Bu yerda esa ikkitaliklarda ikkita chiqish nuqtasi bo'ladi. Bitta kirish nuqtasi, bitta chiqish nuqtasi, ikkita chiqish nuqtasi. Simimizni ochib olamiz. Bu esingizda bo'lsa korobkada mana fazaga to'g'ridan to'g'ri ag'dan kelgan, u yoqdan kelgan asosiy fazani prямой ulaganmiz bu kabelimizni. Shu esdan chiqmasin. Mana buni sekin uchun ko'p emas. Ozgina ochib olamiz. Boshlayotganimdek buni o'zini maxsus shuni ochadigan uskunalar bor. Palaskada o'rganganman shuni ochishga. Mana endi buni o'rnatish uchun oldi tomonni ochib olamiz. Ochishni mana ikkita kulchatorni oldidan ochib olamiz. Ehtiyot qilib, bu yerda tillari bor. Tilini kirgizib olamiz. Kalsonni qisish uchun. Ana endi kabellarimiz qolganlarini ham ochib olamiz. Mana kelgan glavniy tokimizni, fazamiz mana bunda joylashgan bo'ladi. Buni kulchatorning kirish nuqtasiga ulaymiz. Qatirganingizdan tortib ko'ring. Ketmasligi kerak.
Ana endi buni joyiga joylab olamiz. Kulchatir qo'yishda ham o'zining qonun qoidalari bor. Kulchatir doim tepaga bosilganda, mana bunday bosilganda yonish kerak, pastga esa uchish kerak. Kabellarni uzuladik. Endi to'g'ri uladikmi yo'qmi? Ba'zan nollarni tekshirib olish uchun ham indikatordan foydalanamiz. Hozir bu sariqni yaxshi faza qilib olgandik. Mana hozir to'g'ri ekan, fazani ko'rsatyapti. Endi nolni tekshirish uchun yana bitta bosamiz, yashil chiroq yonadi. Bu nol ekan, to'g'ri ulayapmiz. Faza nol. Rozetkamizni tekshiramiz. Bu nol, bu esa faza. Rozetkamiz ishlayapti. Yaxshilab zarantirdik. Endi buni yopib qo'ysak ham bo'ladi. Lampochka qo'yib tekshirib olamiz. Dronlarimizga. Ko'rib turibsizlar? Ikkala kulchatirimiz ham ishlayapti. Videomiz ikkitalik kulchatirni qanday o'rnatish haqida edi. Albatta kanalimni kuzatib boring. Inshaalloh bundan-da yaxshiroq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Hammasi sizlar uchun. Bundan keyingi videolarimizda qo'llab-quvvatlasalaring, inshaalloh bundan-da murakkab bo'lgan kulchatirlar, bundan-da murakkab bo'lgan montaj sirlarini sizlar bilan ulashishga harakat qilaman. Sizlardan obuna va like, mendan sizlarga ma'lumotlar.